Hammaga o'tishimiz bu kanaldan tayyorlagan Gentra avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bu avtomobilimizda bileti kuyib qolgan edi va biz buni alishtirib, professional 3 dyumli biletimizdan o'rnatib berdik. Bu kameralarni Equinox'lar ham yana 5-6 ta mashinalari ham bor. Equinox'larga yaqinda qo'yib bergan edi bilet va Gentralarga sinov qilib berdi. Bu $350 biletimiz professional 3 dyum bo'ladi. Obyomi juda katta bo'ladi. Tirnoq yoritadi. O'rtada dog' bog' degan narsa yo'q. Eng professional bilet. Gentra avtomobillar. Tikesi qo'yadi. Kim kerak bo'lsa, uстановkalari bilan $350, mashina farqi yo'q, faqat kan linda ishlamasa bo'ldi. Shimda ishlaydigan mashinaga $350 dan 3 dyumli, obyom eng katta bo'lgan biletlarimizdan bittasi o'qiladi.